Birinchi narsa akalar shu raqobatchilar tahlili nimaga kerak degan narsa. Buni sababi birinchisi eng minimal chegaralarni aniqlab olishinglar uchun. Ya'ni men qanaqadir ekspert oldim, to'g'rimi? Endi ekspert olgandan keyin uni men konkurentlarni o'rganayotganda eng kamida ekspertim uchun qanaqa montaj qilishim kerakligi, qanaqa syomka qilishim kerakligi, qanaqa kontent, format, rubrika qilishim kerakligi va u ekspertni o'zini qanaqa tutish kerak, qanaqa gapirish kerak, o'zini qanaqa u unikal tarafini olib chiqsa bo'ladi keyin. Ulardan o'tib ketish uchun. Mana shu narsalar birinchi navbatda eng minimal chegaralarni aniqlab olish uchun. Ya'ni u agar shu narsalarga, chegaralarga amal qilmasdan kontent qiladigan bo'lsa, ular bilan raqobat qila olmaydi. Ya'ni ularning oldida u nima qiladi desa, u qanaqadir past o'rinda bo'lib qoladi. Eng kamida o'shalar bilan bir xil minimalniy liniyada harakat qilish kerak, ulardan o'tib ketguncha. Bu birinchi narsa. Ikkinchisi, avval bu raqobatchilik shu orqali yeta oladi, yeta olgandan keyin ularni o'tib ketish kerak. Shu uchun kerak, o'tib ketish uchun ulardan. Endi bu o'tib ketgandan keyin bozorga trend faqat bu olib kiradigan odam bo'ladi. Uchinchi narsa, nimaga kerak desiz, siz raqobatchilardan ko'rasiz. Ya'ni siz ham nimadir produkt sotasiz, siz raqobatchingiz ham o'sha produktni sotadi, to'g'rimi? Endi siz uni analiz qilish orqali, uni Instagramini kuzatish orqali va uni voronkasiga tushib, qanaqa sotyapti? U storiesda sotyaptimi? U reelsda sotyaptimi? U reelsda YouTube'ga olib o'tyaptimi? Qaysi biri yaxshi ishlayapti? Nima qilyapti o'zi? Mana shu narsani aniqlash uchun. Ya'ni siz o'tirmaysiz, qanaqa qilib sotsam ekan produktimi, qanaqa qilib xizmatini sotsam ekan deb. Ularni o'rganasiz. Ya'ni ular nima qilyapti, qanday sotyapti, qaysi biri qanaqa ishlatyapti, qanaqa rubrika qilyapti, qanaqa varonka ishlatyapti, qanaqa progress qilyapti. Mana shu narsa orqali siz ularni analiz qilsangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqa sotishni o'rganasiz. Keyingi narsa bo'ldi. Mana shu asosiy 3 narsa akalar. Nimaga kerakligi. Endi bundan keyin yana nimaga kerak desiz? Bundan keyin misol uchun siz bozorga uchadigan kerakli kontentlarni qilish. Ya'ni misol uchun siz o'tirmaysiz, qaysi kontent qilsam uchadi. Ya'ni auditoriya qaysi oraqa yoki xohishlar yaxshi ishlaydi deb, to'g'rimi? Siz shunchaki nima qilasiz? Siz raqobatchilarni analiz qilasiz, ularning kontentlarini o'rganasiz, qaysi formatlari, qaysi rubrikalar uchyapti, qaysi mavzusi, ideyasi uchyapti. Keyingi narsa, nimaga uchyapti? Bu mavzuda nima deyilgan? Bu videoni hukida nima deyilgan? Odamlarni qaysi og'riq olib chiqilgan? Qaysi muammosi olib chiqilgan? Odamlarga qaysi tanish holatlar olib chiqilgan? Va auditoriyada. Men ham o'sha tanish holatlarni men qanaqa qilib o'zim ekspertimda birga bir ko'chirmasdan olib chiqa olayman? Tushuntira oldimmi? Adaptatsiya qilish kerak. Adaptatsiya. Ha. Просто ko'chirish kerak emas. Yo'q. Endi keyingi narsa, yana qanaqa qilinadi degan narsa bo'ladi. Birinchi narsa nimasi? Username. Username juda katta rol o'ynaydi. Odamlar eslab qolish uchun, boshqa narsa uchun. Ya'ni u o'zini username qanaqa yozyapti u odam? Misol uchun ism bilan sohasini qo'yib qo'yganmi yoki faqat ism familiya qilib qo'yganmi yoki soha keyin ism qilganmi, nima qilgan, qanaqa bu eslab qolish oson bo'lyapti. Men nima qilsam bo'ladi bundan ajralib turish uchun degan narsani qilish uchun. Keyingi narsa avatarkasi, ya'ni u tipi o'rtoqlar bilan tushgan rasmni qo'yib qo'yganmi yoki konkretni professional qilib qo'yganmi? Professional qilgan bo'lsa, siz ham professional qilishingiz kerak. Aytib ko'chadan bunday rasmga tushgan narsangizni qo'yib qo'ya olmaysiz avatarkaga. Keyingi qismi esa bio, ya'ni bioda u nima deb yozgan? U odamlarni qat'iy yo'naltiryapti. Qanaqa muammosiga yechim bergan? Nima deb odamlarni o'zida ushlab qoldi profilda? Chunki bioda siz tajribangiz, siz haqingizda, siz sotadigan narsa bo'lishi kerak. Odamlar bioga kirganda, profil ko'rganda bioda sizga obuna bo'lishingiz sabab bo'lishi kerak. U nima sabab beryapti? Mana shu narsani o'rganish kerak. Ya'ni siz u sababni kontent orqali sizni o'zini kuzatishga beryaptimi yoki sotishga beryaptimi? Qanaqa beryapti? Qat'iy yo'naltiryapti? Mana shu narsani o'rganish kerak. O'zimizda qo'llash kerak bu narsa. Keyingi narsa uni postlari va reelslari. Ya'ni post reelslari deganimda men nimaga kerak deb tushuntirdim-ku, uchadigan kontentlarni, ya'ni uni huklari, bodilari, call to actionlar qanaqa ishlatyapti, nima ishlatyapti, nima gap gapiryapti, qaysi og'riq ishlayapti, qaysi muammo ishlayapti yoki odam qaysi xohishlari ishlayapti, uni nimaga ulab beryapti. Balki ham u xohishlarini qanaqadir mashhurlanadigan instrumentga ulab berayotgandir. Ya'ni misol uchun korzinkaga o'xshagan katta supermarket qilish uchun mana shu 3 narsaga amal qiling. Ya'ni
katta supermarket qilish uchun 3 narsaga amal qilinmasa, korzinkaga o'xshagan. Ya'ni xohishini mashhurlarning instrumentiga bog'lab beradi. Ya'ni mashhur nom, mashhur joy, mashhur insonlarning ismi va hokazo. Tushuntira oldimmi? Da. Keyin bu narsani analiz qilish kerak. Nimaga odamlarga mashhurlar narsasini qilsa uchib ketadi? Nimaga? Buni o'rganish kerak, sun'iy intellektni o'rganish kerak, boshqa qilish kerak, kommentarlarni o'qish kerak, nimada fikr bildirishyapti, nimada anaqa qilishyapti. Odamlarga tanish holatmi, ha, shuning uchun ko'rishyapti. Hukda mana so'z, mana gap ishlatgan, mana bunaqa birol qo'ygan, mana bunaqa sarlavha qo'ygan, mana bunaqa tekst qo'ygan. Body qismda mana palon so'zlarni gapirib berdi. Bundoq tagiga chuqurlashsangiz, u avval muammoni gapirdi, keyin sababini gapirdi, keyin yechimini gapirdi. Demak, xuddi shunaqa strukturada men kontent bersam yaxshi bo'ladi. U bilmas shunaqa strukturada gapirgan. Lekin men uni analiz qilib shu narsani bildim, odamlarga shu narsa yoqadi. Xuddi shu narsani men endi bilib turib struktura bilan qilsam, bu narsa yaxshi ishlaydi. Tushuntira oldimmi? Mana shu narsa. Keyingi narsa storieslar, ya'ni storieslarni bittada o'rgana olmaysiz, hafta davomida o'rganasiz, kun davomida o'rganasiz. Tushuntira oldimmi bolalar? Ya'ni stories nimaga kerak desa, u qanaqa yurityapti, o'zi ekspertligini ochyaptimi, shaxsiyatini ochyaptimi, qanaqa professionalmi, professional emasmi, o'zimi yoki xodimlari yurityaptimi, kim yurityapti, qanaqa yurityapti, foydali ma'lumot beryaptimi faqat u har kuni, maslahat o'qyaptimi yoki sota olmayaptimi, sotayotgan bo'lsa qanaqa sotyapti storiesda, qanaqa progress qilyapti u inson. Mana shu narsalarni o'rganish uchun kerak bo'ladi. Keyingi narsa kommentlari, ya'ni kommentlarda buni qilayotgan kontentlariga odamlar qanaqa bular nima berishyapti, ya'ni odamlar buni qilayotgan kontentlariga qanaqa fikr bildiradi, pozitiv fikrmi, negativ fikrmi, nimaga pozitiv, nimaga negativ, odamlarning psixologiyasi qanaqa ishlayapti bu yerda, qanaqa qilib odamlar nima narsalarni berishyapti, qanaqa qilib pozitiv negativga ajralishyapti ular, negativligi nima kontent qilsa bo'ladi ichida, pozitivligi nima kontent qilsa bo'ladi ichida. Mana bunaqa negativ yo'q qo'ymasligi uchun, noto'g'ri shaxsiy ana kontent qilib, reputatsiyani yo'qotmaslik uchun nima narsalardan yiroq bo'lish kerak? Tushuntira oldimmi? Da. Zo'r. Bu uchinchi narsa. Endi asosiy narsa mana shu. Raqobatchilik tahlilida endi sizlarga vazifa bor. Vazifada nima qilasizlar? Например, bitta yo'nalish olasizlar. Bitta yo'nalish. Faqat oson yo'nalish olmaydi. Mayli, nima yo'nalish olsangiz ham bitta yo'nalish olasiz. Uni to'liq o'rganasiz, yo'nalish olasiz. Kamida kamida 5 ta raqobatchi topasiz, eng zo'rlarini faqat, eng zo'rlarini. Har birini ketma-ketlik bo'yicha analiz qilasiz. Har birini eng uchgan 15 ta videosini analiz qilasiz alohida. Tushuntira oldimmi? Tushuntira oldimmi? Da tushuntira olamiz. Zo'r. Bu Instagramda. Endi YouTube'da nima qilasizlar? YouTube'da bir o'sha yo'nalish bo'yicha kamida 5 ta YouTube kanal topasizlar. Va o'sha bo'yicha analiz qilasizlar. Shorts va katta YouTube'lar. Ya'ni xuddi shunaqa. Hukda nima ishlatyapti, nima ideya beryapti, nima mavzu yozyapti, opsiyalarga nima deb yozib qo'yapti, mana shu narsalarni o'rganasizlar. Ya'ni bu qaranglar nimaga yordam beradi. Bu asosiy narsa tepada. Bitta raqobatchi analizi nima? Asosiy narsa tepada minimalniy chegaralarni aniqlash uchun. Ikkinchisi asosiysi o'sha undan ajralib turish uchun. Uchinchi asosiysi kontent. Ya'ni kontentda ayni o'zi sohingiz bo'ladi-yu, massiv bo'lmaydi. Aynan o'zi sohingizda qanaqa kontent qilsangiz bo'ladi auditoringiz uchun. Mana shu narsani o'rganasiz, uchadigan kontentlar. Bitta strukturasini, boshqasini analiz qilasiz. Sizlarni bozorda nima narsa eng kuchli qiladi desa, kuniga hech bo'lmasa 10 ta dona kontentni analiz qilishingiz shunchaki tashlab qo'yish emas gruppaga. Uni olib, analiz qilib, mana bu sabab bo'lgan, mana bu sabab bo'lgan, mana bu sabab bo'lgan, mana o'ylashim bo'yicha. Nimaga men buni qo'ylayapman? Chunki palon ishlatgan, shuni ishlatgani uchun odamlar mana bunaqa ko'rgan, mana bunaqa fikr bergan deb. Shuning uchun mana bunaqa prosmotr bo'lganda. Sizlarni bozorda eng zo'r qiladigan narsa mana shu analiz akalar.
sababiyat tarafdan. Sababiyat tarafdan shuni unutmaydi. Chunki Allohning izni bilan bo'ladi hammasi. Chunki mana misol uchun Akbar aka loyihamizni boshida yaxshi yurdi, keyin yurmay qoldi. Hozir mana yaxshi yurmayapti hozir. Kimgadir topshirmoqchiman. Aka tushunarli bo'ldimi bu? Savolinglar bormi? Tushunarli bo'ldi aka. Yo'q. Savol Shunda yo'q. yo, savolim bor. Shunda qarang, Reels'larni tahlil qilganimizdan keyin допустим, oldik, hook'ini bildik, skriptini, strukturasini bildik. Unga qarab keyin biz o'zimizning alternativ ideyalarimizni yozamizmi? Misol uchun Xuddi qanaqa shunaqa, bo'ladi? xuddi shunaqa, xuddi shunaqa aka. Xuddi shunaqa. O'shanga o'xshash, lekin bir xil bo'lmagan ideyalar to'g'ri. Adaptatsiya qilasiz o'zingizga. Adaptatsiya qilasiz. Tushunarli. Tushuntira oldimmi? Tushuntiroldimmi akalar?